Salom do'stlar, salom do'stlar. Bugun men Siyorbel. Bugungi videoda biz survival qilamiz. Biz survival qilishga harakat qilamiz. Bizning maqsad 100 kun survival qilish. Chap taraf teparoqda ko'rib turgan bo'lsangiz, necha kun yashaganimiz turibdi va koordinatalar. O'sha yerdan necha kun yashaganimizni bilib olasiz. Xo'sh, unda biz daraxt chopishga ketdik. Xo'sh, biz daraxt chopyapmiz. Tezda chopyapmiz. 2 va 3 va 4. Xo'sh, men video qo'yishni to'xtatib qo'yganimning sababi chunki meni vaqtim bo'lmadi. Vaqtimni nimaga sarfladim? Aytaymi? Hammasi o'qishga sarfladim. Hozir ham o'qiyapman, shunchaki oldingidan darslarim kam. Biroq tushunyapsanmi mol? Tushunyapsanmi? Mayli. Lekin qo'shiq qandaydir balanddek tuyulyapti menga ovozi. Sal pasaytiramizmi yoki meni ovozim baland bo'lib ketganmi? Music. Blog. Endi qo'shiq ovozi bor, lekin pastroq. Lekin pasaygani unchalik sezilgani yo'q menga. Mayli. Qani. Biz hali tosh kavlashimiz kerak. Hech narsa qilmaydi. Xo'sh. Bir nechta tosh yetarli. Bir nechta emas, 3 dona. Ketamiz, urug'larni olib ketamiz. Kelajakda kerak bo'ladi. Darhol qornimiz ochyapti-ya. Mayli. Do'stlar, oldindan aytib qo'yay, video ozgincha qisqaroq bo'ladi. Nega qisqa bo'ldi demanglar. 8 ta qilich, bolta. Kirka borga sal qilsa kirka yasar ekan. Kirka yasab yuborar edim. Qilich bu yerga, bolta bu yerda, bu yerda yetadi. Qo'ylarni darhol o'ldirish kerak, qochib ketishidan oldin. Chunki bizga qo'y juni zarur. Negadir Minecraft qotyapti. Mayli. Ana ko'ryapsizlarmi, sizlarga bu lifehack. Nega crafting table ochdim? Sizlarga bitta ma'lumot. 4 blok pastdan tushmasangiz joningiz ketmaydi. Kamida 4 blok pastdan tushsangiz agar joningiz ketadi. Ya'ni agar siz hatto 3 blok tepadan pastga yiqilsangiz ham joningiz ketmaydi, lekin 4 blok bilan yiqilsangiz joningiz ketadi. Qo'y jonim, qo'y jon.
deb ashula aytaman. Ha mayli. Sen ham o'l. Qotmay tur Minecraft. Shunaqa qilmasib tursa jicha qotish kamayadi. Ozgincha kamayadi. Buncha rang-barang qo'y bo'lib ketdi. Rang-barang qo'y, rang-barangsan, rang-barang. 3 ta oq bo'yoq kerak bo'lsa kerak. Xo'sh, bizga hozircha yaxshigina kuchaydik. Qayerdadir ma'lumotda o'qigan edim. Yo'lingizdan qovoq chiqsa, yaqin atrofda qishloq bor degan ma'lumot qayerdadir ko'rgan edim. Tegida qani zo'r bo'ldi. Kattakon ekan, hozircha mening urvenimga to'g'ri kelmaydi. Tut. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Men hisoblab olaman-da. Endi bitta qayiq yasash kerak. Bitta bunga tushib chiqsak, qayiqlarning retsepti o'zi ochiladi. Sal qolsa shu yerdan pastga yiqilar edim. Musor. Tezroq qayiq. Bizga kerak qayiq. Bizning kravatimiz turibdi. Axir bizga kerak bo'lib turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Xo'sh, mayli. Qotyapti-da negadir. Mayli, ketdik. Qani, olg'a ketdik. Daraxt kerak bo'lib qoladi. Mayli. Ketdik. Xo'sh do'stlar, shunday qilib kunlar ham o'tyapti. Men bu paytgacha uy quryapman. Yo'lda ko'p daraxt chop bo'lgan edim. Xo'sh, tezroq quramiz. Ishqilib daraxt yetarmikan? Bu daraxtni naryoqdan chopganman, lekin urug'ini olish esimdan chiqibdi-da. Yana ham kamroq ketish uchun pasini bunday qilib chiqdim. Kravatni uyga qo'yib qo'yamiz. Qo'y o'zi oyog'i bilan kirib keldi. Mama. Ayib o'zingda. Shaxmat uslubida quryapman. Kim shaxmat o'ynashni biladi? Biladiganlar videoga like bossin. Bilmaydiganlar esa obuna bo'lsin. Bunday qilamiz. Bu
ham chiroyli chiqyapti, lekin bizga bir necha dona fakir kerak. Bu yerga bitta, bu yerga bitta. Lekin uyim juda oddiy bo'lib qoldi. Sezdingizmi? Juda oddiy bo'lib qoldi, mayli. Hali kelajakda bundan zo'r uylar qurib tashlaymiz. Bosib qo'yamiz. Crafting table qo'yib qo'yamiz. Yo'lda qishloq topdim, lekin u yerda pechkalar ham bor edi, lekin esimdan chiqib qolibdi olish. Qishloqda qolgim kelmadi, mana bunday botqoqlardan o'tib keldim. Qanday qiynalib kelganimni bilmaysizda sizlar. Bilmaysizlar-da. Yo'lda yalmog'izlar chiqdi. Bittasi menga damlamayotgan edi, o'lib qolishimga sal qoldi. Biz eshik yasamoqchi edik. Mayli. Bunday eshik bo'la qolsin. Ana endi yaxshi bo'ldi. Bu yerni xonalarga ajratsammikin? Yo'q, o'zi uy kichkinagina bo'lsa. Bizga yana kerak bo'ladi sandiq. Yaxshi chiqdi shekilli. Kravatim 2 tami? Yo'. Qachon ikkinchisini yasashga ulgurgan ekanman? Mayli. İkincisini qachon yasashga ulgurganimni o'zim ham bilmayman. Mayli. Turib tur. Sen ham turib tur, sen ham turib tur. Yo'lda qo'ylar lekin ko'p chiqdi. Xo'sh. Biz shuncha kuchaydik, shuncha narsa yig'dik. Va shu bilan bizning video o'z nihoyasiga yetdi. Lekin kravat ikkita bo'lib qoldi. Mayli. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Xayr.